Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-uka, opa-singillar. 2025-yil 13-dekabr Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston MFYda joylashgan Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Kuni kecha 12-dekabr kuni shu masjidimizning nomiga sal hijolatli voqea sodir bo'libdi. Juma kuni mana bu tomondagi tahoratxonamizda hozir batafsil aytib beramiz. Undan oldin mana shu masjidimizni obodonlashtirish ishlariga o'z hissamni qo'shaman degan insonlar uchun mana masjidimizni manzili O'zbekiston Musulmonlar idorasi Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston MFY Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidi manzili va mana masjidimizni obodonlashtirish ishlari uchun ochilgan karta raqam ham mavjud. Kimki niyat qilib mana shu karta raqamga mablag' o'tkazishi mumkin, bemalol, ishonarlik 5614 68 20 0071 45 45 Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'li. Murojaat uchun telefon raqam +99 893 323 0081 Turlibekov Abdurashid, ya'ni men. Ana endi tahoratxonamizda qanday hijolatlik voqea bo'lganligini batafsil aytib beraman. Qani ketdik. Mana tahoratxonamiz, mana masjidimizda yo'lning bu tomonida joylashgan tahoratxona. Alhamdulillah, tahoratxonamiz hamma sharoitlari bor hisob. Xo'sh, endi bu tahoratxonamizda bir hijolatli voqea deganimiz, kecha juma kuni bir mehmon, mana hojatxona tomon 3 kishilik hojatxona mavjud. Mana hojatxona, 3 kishilik hojatxona. Mana bu hojatxonaga qamalib qolgan hijolatli joyi shu. Ichida qolib ketgan mehmon va tagini ochib chiqishga majbur bo'lgan. Endi ustalarga bir savolim bor. Mana shu eshik ruchkasi nima uchun qulflanib qoladi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Avvalam bo'lgan edi, avval mana oynalarni olib chiqqan edi bir mehmon. Ruchkasini olib tashladim majbur bo'lib. Endi bunisi tagidan chiqibdi. Ustalarga savol, nima uchun akfa eshiklarda ruchkasi mana shunday yopilib qoladi, qulflanib ichida odam qolib ketadi. Ana endi buni joyiga qo'yish kerak. Sal hijolatmiz. Mehmonlardan uzr so'raymiz. Joyiga o'rnatib qo'yaylik endi. Mana do'stlar, ruchkasini o'xshatib tagini o'rnatib qo'ydik. Yakka ruchkasini olib qo'yish kerakmikan? Yana birov qamalib qolmasmikan? Nima deysizlar? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Sog' bo'linglar. Ishlayapti. Tagi o'rnatildi, ruchkalar qo'yildi. Shunday do'stlar.